Şarkı Türkistan 1949 yılı 10 ayının 1 günü Xitay Komünistler tarafından besip alğandan ta hazırgacha Uyghur halkı mayli mavzudunun olsun, mayli Deng Xiaoping'nin olsun, mayli Zhou Zhongli'nin olsun, hemmisininki her qandaq diktatorları aş qilishi, urushi, o'ltirishi, tutishi, iqtisodiy vayron qilishi, axloqiy vayron qilishi, diniy vayron qilishi ve ularni ma'rif jihatdan vayron qilishi ve ziyolilarimizni yo'qotishi, o'ltirishi, puldor xalqlarimizni yo'qotishi, o'ltirishi, gunohsiz xalqni turmuga tashlashi, o'lim jazosi hukm qilishi, o'xshamagan hujumchi, aksin inqilobchi, milliy bo'lgunchi, milliy radikalist, o'ngchi unsur, millatchi unsur degan o'xshamagan harakat qalpoqlar bilan Uyg'urlar qirg'inchilik etib borgan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqining yer, suv, munbat ziminlerden tatip bikaga koşman bantuadın aldamlarga tatip apirip Uyg'ur xalqini hatta 3 vaqt tamoqdan ortiq hech narsa yemaydigan holatga keltirib qo'ysinmi, o'zining milliy kimligini jon tikib qo'g'dab kelgan edi. Lekin mush g'arbning siyosati yuz bergandan keyin Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonga g'arbning ichki siyosati Deng Xiaoping dedi islohot echib etish degan harakat etib borilgandan keyin Uyg'ur xalqini sizlarni baxtga chiqiramiz, buningdan burungi rahbarlar sizlarni oqqagan ko'qqigan deb aldab, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon deganning faqat quruq qalpig'ini qoldirib, Uyg'ur xalqining ustidagi barliq siyosatni aksiga yurgizdi. Hatto mushu Deng Xiaoping chiqqandan tortib ta hozirgacha g'arbning ichki siyosatidan ta hozirgacha Uyg'ur xalqining milliy kimligini yo'qotish, kishilik huquqini dafsallik qilish, so'zlash erkinligini yo'qotish, Uyg'ur xalqining hatto beshini ko'tarib, o'zining ziminida o'zining shu ziminning puhrasi ekanligini tonimaydigan holatga keltirish uchun Jungo Kommunistik Partiyasi Beijingdan, ya'ni yangi siyosat, yangi tur, yangi qalpoqlarni sirtqi ko'rinishga, tinchlik, pes, ishki ko'rinishga undaq emas, nayt ustuliq bilan Uyg'ur xalqining kishilik huquqini dafsanda qilish, nayt ustuliq bilan Uyg'ur xalqining milliy kimligini yo'qotish, nayt ustuliq bilan Uyg'ur xalqini qirg'in qilish, nayt ustuliq bilan Uyg'ur xalqini bostirish, gunohsiz turmuqqa tashlash, etib tugutish, madaniyatni tugutish, iqtisodni tugutish, Uyg'ur xalqini dinda tugutish, axloqni tugutish, Uyg'ur xalqini hatto o'zining ruhini bilmaydigan holatga keltirib qo'yish oltiga keldi. Masalan, hozir Muçen, Shenzhen, muştuqumda hazırki kişilik hukuk meselesini sözlesek, 2003 yıldan başlap Uyghur halkının ona tilini çekledi. 2003 yıldan tatip qo'sh tillik ma'rif deb kirgizib, onunki Uyghur halkının öz tilida sözleşini mutlaq çeklep, hazır yeslidan tatip oliy maktablargacha orliqda butunlay Xitoy tili o'qimasa, Xitoy tili bilmasa, hatta maktabda turolmaydigan, Xitoy tili o'qimasa, Xitoy tilida dars o'tamasa, o'qituvchi bo'lolmaydigan, turkumlab o'quvchilar bekor bo'lib ketdi, turkumlab o'qituvchi olimlar ko'ch supuradigan ish vaqtiga holat tushirib, uning o'rniga ko'chman Xitoylarni olib keldi. 2000-yildan boshlab Xinjiang klass deganni ichib, shikir o'lkalarda Uyg'urlarning 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni beşini fakat Uyg'urlikdan yuvib etish uchun ishkir o'lkalarga yo'tkab, asli Xinjiang klassini nima hojat ishkir o'lkalarda etishdanki, nima uchun sabiy bolalarni ota-onasining tarbiyasidan ajratadi? Nima uchun sabiy bolalarni o'zining vujudidagi madaniyatidan ajratadi? Nima uchun sabiy bolalarni ota-onasining muhabbatidan ajratadi? Ularni 51 qitim 58 Xinjiang klassi ichib, bolalarni turkumlab yo'tkab, ota-onalarga agar bolalaringni Xinjiang klassida o'qisa, xizmat beriladi, o'qish puli hukumatdan to'lanadi, sening oilang e'tibor beriladi degan siyosatni berib, ota-onalarni iqtisodiy jihatdan namoratlashtirib, majburiy bolalarni ishga qo'llab ashunga sunib beradigan holatni nayt ustuliq bilan ekegan. Shuning bilan bolalarni ishkirga olib, Xinjiangning o'zida yechib bermay, Sharq Turkistonning o'zida yechib bermay, ishkir o'lkalarga aketgandan keyin bolalarni maktabga qavab o'qitib, bolalarning o'zining Uyg'urligini unutildirib, Uyg'ur ona tilidan, Uyg'ur madaniyatidan mutlaq yodlashtirib, bolalarni assimilyatsiya qilishni boshlagan. Demak,
bu kişilik hukukniki nihayetde ağır zarbega uçurganlığı dep qarayman. Çünkü Şarkı Türkistan'a milyonlagan Xitaylarning balalari, milyonlagan ko'chmanlarning balalari kelib, Şarkı Türkistan'da klas içip o'qigan ekan, bizning Şarkı Türkistan'ning Uyg'ur balalari nima uchun Şarkı Türkistan'da o'zining ota-onasining qishida hukumat agar markaz yordam qilmoqchi bo'lsa, nima uchun o'zining ota-onasining qishida maktab ochilib, o'z shaharlarida tarbiya olmaydi? Ham Uyg'ur tili bilan, ham ota-ona tili bilan, ham Uyg'ur urfi odati bilan, ham Xitoyning madaniyatini qabul qilgan holda bizning unga qarshiligimiz yo'qdi. Lekin u mutlaqo Uyg'ur xalqining kishilik huquqini dafsanda qilish, Uyg'ur xalqining milliy kimligini yo'qotishdan iborat Xitoyning strategik siyosatini qurbon qilib bolalarimizni ekatdi. Hozir davrga kelganda u bolalarning soni 10 mingdan 20 mingdan 50 mingga yetish oldida turyapti. Demak, har yili ashunaq baqa vaqtida o'qish yeshidagi bolalarni o'qish yeshida tugutish. Bu yerda Xitoy ikki tillik deb bu yerdagilarni ota-onalarni turtish siyosati bor. Endi kishilik huquq masalasida planliq tug'ut. Planliq tug'ut kelgan vaqtida planliq tug'ut degan narsa har qanday millatga demokratiya bilan, erkinlik bilan, tashviqot propaganda bilan kelgan narsa. Lekin ular ashlarning o'z ixtiyori bilan agar planliq tug'ut sen birini tug' demoqchi bo'lsa, ko'pchilik tashviq qilib, tashviqot bilan qoyil qilish kerak. Yo'q, Uyg'urlar undaq qilinmadi. Uyg'urlarga amaliyotda ko'rinishga, xalqaro ongtishga oz sonliq millatlarga 2 bola, Xitoylarga 1 bola deb qo'yib, lekin ular qanday qildi? Uyg'urlarni majburiy tövendeki hatta doktorlukni bilmeydiganlarga qo'sqida qilib qolgan yerda, yezi doktorlarda ko'chada o'qimagan, hatta kursmi, doktorlukning kursmi olmagan odamlarni tashkillab, yezi doktorlik qilib, ash ko'chadalar xalqni tutiblam akirib bir ishxonada qo'sqidagi balani operatsiya qilib, ilib, uni opirib tikib qo'yib, ugunib olgan narsalar. Ota-onalar baliyatga kasal bilan jiringdab, ergashmi kasal bilan o'lyapti. Balalar 9 aylık, 10 aylık boğan balalar toğuluş aldıda ata-analar keçip жүріп, köçülerde kabristanlarga keçip жүріп, balalarının ata-analarının matkısı partlap, kabristanını qoğlap berip, balalarını əşədi boğup öldürüyordu. Bu insanın kişilik hukuku, muhabbetiga, insanların ata-ana bilen balığın boğan muhabbetiga ve insanların özünün erkinliği, intayın qattiq dəfsəndi qağalıq, kişilik hukukunu dəfsəndi qağalıq dep qarayman. Üçüncüsü, endi planlık tuğut bilen, tuğut yeşilik ayallarını tugutish bilen to'xtab qolmay, erlarni sınaq qilib aqtiqimizda 500 erni aqtiqildi. O 2003 yılı 500 er aqtiqildi. Onundan başqa her yılı şundaq erlarni aqtiqatıdı. Ayallarni birini operatsiya qilib bo'lgandan keyin majbur baliyat qismi bo'g'itib bardi, tug'mas qo'yib bardi. Baliyat qismi bo'g'ilgandan keyin balasi o'lib ketsa, u bala ayallar mango bala ko'mayadi. Nurg'un ayallar bu sababdan saran bo'lib ketdi va mushu sababdan Xitoy hukumatiningki mushunda qilganning xato ekanligiga qarshi turib, buni qabul qilmay tashviqot ishni majburlash xarakterli qo'shgan, hatto planliq tug'ut kadrlarını o'ltagan ota-onalar bo'ldi. U ota-onalarni opirib, Xitoy hukumati o'lim jazosi hukm qildi. Demak, bir oila xotini bola tuqqan o'ldi, eri xotinini o'ltadi, planliq tug'utni o'ltadi. Bir oila, 2 oila aş planlık tug'ut siyosati bilan o'ldi. Bundaq ishlar qayta yuz beryapti. Demak, bu kishilik huquqda intayin qattiq dafsanda qilinganlik. Ham bu yerda ayollarni, erlarni tug'ut yeshiga kelganlarni tug'ayotganlarni bundaq to'xtatib, tug'ut yeshiga kelmagan qizlarni 15 yoshdan, hatto 14 yoshdan 25 yoshgacha to'y qilmagan qizlar. To'y qilmagan qizlarni ishkir o'lkaga darhol o tug'ut yeshiga berishdan burun to'y qilmagan qizlarga xizmat beramiz, ishkir o'lkada ularni namratlikdan qutuldiramiz deb, ularga majbur har bir oiladan birdan 2 qiz berish, agar bermasa, ota-onasini yerini tatib olish, ishtirok qo'yish, ularga nurg'un suv bermaslik, dehqonlarni, shahardagilarni ishdan qo'g'lab chiqarish, mushuna qatorliq seriqlarni tushirib, xalqning oilasidan birdan 2 qizni akitib, 2006 yılı bir yıl içinde Şarkı Türkistan'dan 240 bin kız ketdi. Bu kıtım Radyo Freyajan'ın ilan qilganiga qaraganda umum qizlar mushu 2006 yıldan hozirgacha 500 bin qizni akitdi. 500 bin qiz demek ota-onalar planliq tug'ut o'lsa, tug'ut yeshiga boradigan qizlar unda akitilsa, Uyg'urlarni millat sifatida yo'qotish, majburlash, ota-ona qechib kelib, hatto u yerga qizlarni olib keyin solab qo'yib, qaytib ota-onam bilan telefon so'zlashman deb so'zlashtirmay, qizlarni 12 saat ishlatib, haftada 2 kun dam olish beraman degan qizlarni bir kunmi dam oldi o'bay, ularga
berimiz degan 1000 yuan maaş verimiz degan maaş nima bermay bekaga ishlatib qechib kelgan qizlarning turmini tashlab mushunda qildi. Demak bu kishilik huquqda Uyg'ur xalqini cheksiz dafsanda qilganlik. Endi uning sirtida o'lim jazosi hukm qilish hozir siyosiy mahbuslarga dunyoning hech qanday yerida yo'q. Faqat Xitoy hukumatida o'lim jazosi hukm qilish bor. Hozir siyosiy mahbuslar Xitoy hukumati turkumlab o'lim jazosi hukm qiladi. Xitoyning siyosiy mahbus degani kim? Kim siyosiy mahbus? Nima qildi Uyg'urlar? Tinchlik bilan o'zining erkinligini talab qilgan, o'xshamagan fikrda bo'lganlarning hammasi Xitoy hukumatining oldida siyosiy mahbus deb qaraladi. Yoki vatanning bexatarligini parchalagan deb qaraladi. Shu hozir Sharqiy Turkistonda kishilik huquq masalasi og'ir darajada dafsand qilyapti. Birinchi Xitoy hukumati Uyg'urlarninki sirtqi chiqish rahbarlarini dastlabdan 49-yili Sharqiy Turkistonda besib olgandan keyin Uyg'urlarning Dalay Lama afandimga o'xshash yetakchilarini chaqirib suhbat qilamiz deb Stalin bilan Mao Zedong birga chaqirib, ularni aeroplanda portlatib, 7 rahbarni o'ldirgan. Shu vaqtdan tortib Uyg'urlarning lideri va yetakchilari aeroplanda o'ldirilgandan keyin Uyg'ur xalqi yetakchisiz qolgan. Ikkinchi bizning Tibetga o'xshamaydigan yerimiz bizga yerim askarlik Bintvan degan bilan atrofimizni qo'rchab, mushunaq tutib turib, Uyg'urlarning sirtqa eqib chiqishi, Uyg'ur ziyolilarining sirtqa eqib chiqishi, sirtqa o'zining ovozini anglashish imkoniyatini qo'ymay, tutqan yerda rahbarlik ideyasi va aqli va chiktalaydiganlar odamning hammasini o'ldirgan. Shuning bilan birga sirtqa qochib chiqayotganlar o'zi Turkiya bilan cheklin Turkiya va O'rta Osiyo bilan cheklinib qilib, g'arb dunyosiga yuzlanmagan. O'sha yuqori darajadagi amaldorlarimiz qochib chiqolmagan. Odatda qochib chiqayotganlar mushunaq yuzlanmagan bo'lganligi uchun bizning sirtqa anglanishimiz Dalay Lama afandimdek bir odamimizning chiqib ketolmaganligidan, dunyoga mush Uyg'urning ahvolini anglamaganligidan biz toki 49-yili biz besib olindik, 50-yili Tibet besib olindi. Shuningdek ta hozirgacha Tibet masalasi bilan bizning masalasimiz o'xshash va uningdan ig'ir bo'layotgan bo'lsa-mu, Tibetninkini Dalay Lama afandim va Tibet xalqi dunyoga anglatdi, ham uqoladi. Buni dunyo uqdi. Biz anglatamadik. Buningda kommunist hukumatining bizning o'rnimiz va bizning siminimizni nayt qattiq kontrol qilganligining bir sababi. Ikkinchisi, biz islom diniga e'tiqod qilamiz. Musulmon ham Turkiy til sistemasidagi bir millat. Sharqiy Turkiston degan ism bor turadi, o'zingiz bilasiz. Shuna bu masalada bizga bo'lgan diqqat e'tibori dunyoninki boshqalarga bo'lgan diqqat e'tiboriga o'xshamaydi. Masalan, Bermani deymiz, yana boshqa yana deymiz, budistlarga bo'lgan diqqat e'tibori nihoyatda qattiq dunyo og'diradi. Bularning kelqa diniy nimalarida tinchlik bu degan. Hem bizim İslam dininde bu tinchlik degan ham narsa var, lekin mush jihatdan dunyo ya sal qaradimi bizning maslimizga. Qilib bizning maslimiz hozir Tibetninkidimi intayin vahshiy qiryotidi Xitoy bizni. Bizning qirilishimiz Iroq, Darfur, onundan mı artıq? Bunu dünya biladi. Dünya şundaq bir iş bo'lib qo'ychi, hamma dunyo buningga diqqatini olib. Bizning naytim maxfiy o'ltirilayotganligi uchun dünya bilmeydi. Bizning o'lish nisbatimiz, sonimiz, bastırılışımız, urush bo'layotgan yerdimi eg'ir. Bu Xitoyning naytim maxfiy tutqanligi, yolg'onchiligi, cho'ng davlat bo'lishi, dunyoni oldiga olishi va dunyoning strategik planiga qurbon bo'lganligimizdan bo'ldi. Biz yani üçüncüsü deysan gıventi. Üçüncüsü Yaltı'nın jığını. Yaltı'nın jığını da biz oldu bilen Yaltı'nın jığını ramkısı tüzülgen. Cumhur hükümeti Sovetninki ve halkaradaki siyasi ollarının Şarkı Türkistan meselesindeki ramkısı tüzülüp boğan. Onundaki şunun asasen ki Stalin bilen Mao Zedong sohbet oturup Şarkı Türkistan'ı Xitoyga qolgan G'arbiy Turkiston Stalin Rossiya taraf besib olgan. Shuning uchun biz Yaltı'nın jig'inining qurboni bo'lganligimiz uchun bu xalqaro siyosiy strategiyada va Stalin bilan shu vaqtdagi Jungoning sodisida biz ketib qolgan bir bechora millat, biz so'g'uq urushlarning qurboni bo'lganligimiz uchun bizda G'arb dunyosining amaliyotda ve başkalarının
bizni qutquzib berish majburiyati batdi. Lekin biz aşındaq soğuduğu çüp ketkenligimiz üçün şuna bizning işimizning dunyoning anglamayotganligining bir tarafi pamu deydigan o'zimning mushtaq bir gumonim bor. Biroq hozir endi yaqin kunlardan beri biz o'zimizning ovozimizni o'zimiz anglatgandan keyin Amerika, Angliya, Germaniya, G'arb dunyosi, Yevropa parlament, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya degandek, Avstraliya, Yaponiya degandek dunyoning Kanada degandek hamma o'rinlar bizga hozir diqqatini og'dirib, Uyg'ur masalasiga endi rasmiy bizning xalqimiz bu qirilib mashaga yetgan vaqtida faqat millat sifatida yo'qotilish oldida zulm chekidan ishib ketgan vaqtida ondan bizga hamma odam diqqatini og'dirishga boshladi. Ishoniman, bizning bu musulmonkan biz buningga yordam qilmaymiz demaydi. Bular cho'qim bizning ishimizga yordam qiladi. Ishoniman, bular biz ularga yordam qilganda bularniki anglamasak bo'ldi demaydi. Hozir bizga bara ko'ngil bilyotdi. Biz masalamizni yaxshi anglata olsak, Jungo hukumatining diktatorining Uyg'urlarga bo'layotgan zulmini mush axborotchi organlar sizlardek ve bütün dünyadaki mushundaq kishilik huquqda ezilgan, ovozini dunyoga anglamayotgan, qorong'ulikning ichida yig'layotgan, ingrayotgan, un-tunsiz bovoq bolalari, yoshlari, onalari, boboylari hech qanday so'roqsiz o'ltirilayotgan bir millatning egisi chiqib mush bulup bu jurnalistlar ve siyasiyontlarga beşik kirgizdi sizlarga. İyi çıkmandan keyin mana endi bizning neslimiz dunyoga olib, cho'qim biz erkinlikka erishimiz, dunyo bizga cho'qim diqqat nazarini og'dirdi deydigan umidim bor.